katta yangi qozon olib kelib, buni suvab shunaqa deyladimi? Chiroyli suvga olib qo'yibdilar. Ha, tuz solib rosa qovurishibdi. Tozalasi. Hozir o'shanda nechta odamga qilyapti? 50 ta. Eng katta povurni ham 50 ta odamga osh qiladi. Bir oy deganda onasi ishondi mana shu qiz. Bir oy degan. Shanba kuni. Rosa yaxshilar lekin. Yaxshi-da, ona bola birga yurishibdi. Menimcha ularning erkaklari hammasi Rossiyada. Ular bizda ham o'ydi. Ularga emas. Yo'q, menga ham o'ydi. Oh, jizzani zo'ri bo'pti-ku ayajon. Chisir qilyapti. Piyozlardan qo'shib. Naftur opa. Nima? Kelinglar qizlar, olinglar. Maftun opa, o'zingiz yediring qizlarga. Endi opa demadi, hurmat. Boshlanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, issiqligini. Piyoz bilamas? Yeysiz. Qap kichkinaroq, oyiz oching. Ha, davay. Mazza narsa, yana pishirib yeysiz hali. Ayjon? Non qani non? Yo'q, qizlar olib keladi, kelyapti. Kim qolib ketdi? Pakiza, ol jonim bolam. Ana. Issiqqina ekan. Voy, yana bor ana. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Hilol opa, tuzimisiz? Nam chiroylisiz? Hasanligingiz ana. Yoqdimi? Yoqdimi? Chiqib o'ynaylik endi, yoni yeb olib. Yoqdimi? 20 ding? Sanchi? 20 ding? Ana. Olinglar. Chani. Kim agar sizni yoqtirmasa, albatta qo'rib yeb ko'ringlar, afsuslanmaysizlar, sizlar. Zamira ham yaxshi ko'rar ekan. Ayajonim go'shtlarni marinovka qilgan. Sirlaringizni bilaman, ayajon. Nima sirlari borligini sekin bilaman. Qanaqadir вообще zo'r chiqadi, oshingiz. Judayam shirin. Hozir birinchi piyozni qovurib oldingiz, ko'z yog' soldingiz, boyga dumbani qovurdingiz. Endi ketidan Piyozni qovurish sababi nima? Go'sht yo'q bo'lib ketadi-da. Piyoz pishirguncha. Shuning uchun birinchi piyozni qovurtirib olamiz. Keyin men to'rg'amchilar agar ba'zilar butun go'sht soladi, unga go'sht solib. Go'sht solib. To'ramchilik endi choyxona palovda. O, choyxona qilarganmiz-ku. Qizlarni bugun choyxonasi. Ana. Ha, девочка halla. Biz esa Zamira opam bilan maza qilyapmiz. Kim pirojniy pishirdi? Siznikimi? O, Yulduzxon, молодец. Qolgan narsalar mana tuxumbarak kim qildi shunda? Bilmadim. Tuxumbarak kim qildi? Tepich. Kim? Qunduz opa endi keladilar, o'z tepadan tushadilar, tepaga chiqib ketibdilar. No, hamma o'zi pishiryapti. Qizlar nafaqat bular, Daraxtda ko'lib pishirib keldik. Bu qizlar nafaqat tikuvchi, balki shunaqa pishiriq ustalari ham. Девочка xola, olinglar. Sog' bo'linglar. Hozir osh pishadi. Oshimiz ham zo'r chiqyapti. Hidi agar kameradan jo'natib olganimizda edi. Bu qizlarimiz esa hormanglar. Chiroyli qilib salat qilishyapti, молодцы. Девочка, hammaga qarang, вообще chiroyli chiqibdi. Молодец. Za. Qizlarimiz mazza qilib o'tirishibdi, suhbatlashib. No, mashta o'tirgan qizlar mazza qilishyapti. Bellaringlar shunaqa sog'lom bo'ladiki, issiqda. Shunaqa. Bu yoqda ayajonim osh tamlayaptilar. Rangi juda ham chiroyli chiqyapti. Xudo xolisa, har doimgidek zo'r bo'ladi, ayajon. Inshaalloh, xudo xolisa. Katta povur bo'lib ketdi, ayajon. Borgan sari. Necha kilo hozir bilmaysiz-a? 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo osh.
mana. Katta po'rlik o'qam. Kapkirlaringiz ham kattami? Adam olib berdilarmi? Qoyili. Qadang mana bir to'la katta po'r qilib qo'yamiz. Mahallaga ostamlaydi. O ana. Qoyil mana. Kechani tuz solib qovurayotganingizda hamma so'rabdi, nima qilishyapti? Nimaga u? Alyumin qilib olsang, u yog'ida ishlatishga rosa qulay. Oldingisi bu yerda cho'yan qozonida. Cho'yan qozonning yomonligi taraflarini ko'p ko'rganim uchun bunaqa qozon oldirdim. Cho'yan qozonda qozon birdan qizib ketar ekanda, tez sovur ekan. Unda issiqligi ham ushlab turadi, Tez qizimaydi. Ketmaydi. Xohlaganingda buni boshqarasan, cho'yanni boshqara olmaysan. Ha, unda yomon ekanda. O'tgan safar sal tagi oluvdi-ku, qolib ketganlar. Ana, sizlarga layfhak ayajonimlardan. Fatimaxon, salat tayyormi? Aha, hali qo'shmaylik, xo'p? Ha, mamalarni yig'ib tashlaysizlar, qizlar. Nima qizlar, o'nlarigiz o'zing o'ynayapsan yo bola o'ynatyapsan? Jana, asal qizim. Nima bo'ldi, Dildor? Yaxshimisan? Safiyadan tortlar. Choq jag'alab turibdi. Ay jonim, o'sha ochdilar. Hozir ag'darib qo'yasiz bo'ldimi yo pishdimi keldingizmi? Menimcha pishdi-yo. Chunki guruchni Yo'qdi, dona dirkillab chiqqandi. Qarang, ayajon guruchni. yana tursinmi? Yeb ko'ring-da. Chiroyli chiqdi. Master klass ayajonimdan. O'rganing, Maftuna. Biz o'rganaylik. O'rganinglar. Maftuna hozir o'rganlasa kerak. Shunaqami? Shunaqa shekilli. Namanganning qizlari, Sizchi? makaron palov qidiringlar. Makaron palov yaxshi bilasizlar. Tuzsiz. Tuzi yo'q. Birpas tursinmi ayajon? Yopishibdi shaflar. Bo'ldi. Chiroyli pishgan. Pishibdimi? Pishgan. Voy, hozir yeyveraman, bo'ling. Qaranglar, mashalloh, ho'shizlar. Tavalladan beringlar qizlar, bitta, davaychi, tez. Mazza qilib oshlaymiz. Xudo xolisa iyundan keladigan qizlarga ham shunaqa uyushtirishga harakat qilamiz. Ha, Yulduz. Chiroyli bo'lib ketding, Yulduzxon. Evet. Tarqatinglar, salatlar bu yoqda. Ikkitasi birga yeydimi, nima qiladi qizlar? Ha, ikkita. Ya, yo'q, ikkita. Uxti ayajon. Qo'lda kapkurladi, adashingizni qarang. Shahnoz bekorga menga latta bog'lab olishmas ekanda. Katta qovurlar. Ha, isib ketar Yo'q, ekan. bu sirg'al ketaverar ekan. Endi latta bog'lab qo'yaman. Shunaqa qilasiz endi. Voy, вообще chiroyli chiqibdi. Rangini qarang ayajon. Вообще zo'r. Qo'lingiz babi zo'rda ayajon, yomon shirin. Maktab ishingni qildirib olyapti. O'zimmi onam, o'zim ayajonim. Sevaman ayajon. Ha, yosh bo'lsin. Siz borsiz, hayot go'zal. O'z sizni deb kelishgan mana shu o'quvchilar hammasi, to'g'rimi qizlar? Sizni yaxshi ko'rib kelishgan. Bitta o'quvchim nagli yuzimga qarab shunaqa dedi. Men sizni deb emas, onangizni deb kelganman dedi. Unda ayam o'rgatsinlar deb. Shunaqa deyman endi. Unda ham chiqib o'rgatsinlar desam.